Korxona tashkilot rahbarlari mansabdor shaxslar uchun muhim bir eslatmani aytmoqchiman. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 49-moddasiga asosan mehnat va mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilikni agar buzsangiz, korxona tashkilot rahbarlari javobgar bo'lasiz hamda bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima to'lashingizga sabab bo'ladi. Yana bir narsaga alohida e'tibor qaratinglar, rahbarlar. Jinoyat kodeksining 148-moddasida mehnat qilish huquqini buzish degan bitta moddamiz bor. U yerda agarda takroran shu qilmishni sodir qilsangiz, ya'ni o'sha xodimni g'ayriqonuniy ravishda ishdan bo'shatadigan bo'lsangiz, 1 yil ichida ushbu jinoyat kodeksi bilan jazolanasiz hamda 3 yilgacha axloq tuzatishlari bilan jazolanishingiz mumkin. Lekin bir muhim jihati bor. Homilador ayolni yoki 3 yoshgacha bo'lgan farzandi bor erkakni yoki ayolni g'ayriqonuniy ravishda ishga qabul qilishni rad qilsangiz yoki g'ayriqonuniy ravishda mehnat shartnomasini bekor qilsangiz, to'g'ridan to'g'ri jinoyat kodeksi bilan jazolanishingiz belgilangan.